tushda jarohat ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, agar kishi o'z tanida jarohat borligini, biroq qoni yo'qligini ko'rsa, jarohat yetkazuvchi ustidan zafar qozonishiga dalildir. Bundan tashqari yaxshilik va foyda ko'rishni ham bildiradi. Jarohat yetkazilgan joydan qon oqayotganini va badani qonga belanganini ko'rsa, harom mol topishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, agar kishi badaniga jarohat yetganini va undan chiqqan qonga bo'yalganini ko'rsa, jarohatdan chiqqan qonning miqdoriga qarab moliga nuqson yetishini bildiradi. Hazrat Sodiqning aytishicha, tushdagi jarohat 3 narsani bildiradi: g'alabani, yaxshilik va foydani, molga nuqson yetishini, xususan jarohat yeridan qon oqayotganini ko'rsa. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, jarohat yetgan odam yuz berishi mumkin bo'lgan og'irchilikda qolishiga dalildir. Agar jarohatdan qon oqayotganini ko'rsa, birorta kishi unga yolg'on so'z aytishiga, oxiri bu so'z yolg'on ekani ma'lum bo'lishiga dalildir. Agar jarohat olgan joyda shish borligini ko'rsa, boylik va xush hayot topishi ishorasi, biroq do'stlari va qarindoshlaridan uzoqlashishini ham bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.